2018-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Best avtomobili, mashina bor yo'g'i 90 ming kilometr mazovani bosib o'tgan ekan. Holati вообще tinnu. Mana morda holatlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Yarim оборот zavod bo'pti mashina. Mana shu krilosida ikno bor deb aytishdi. Menimcha krilo bilan kapot polniy sepilgan bo'lsa kerak. Bitta ko'rib tekshirib olasizlar. Ichlari hamma yog'i butun ekan. Bemalol tekshirib, proverka qilib olsanglar bo'ladi. 4 ta balon taqib qo'yishgan mashinaga. Balon holatlari mana tinnu sostoyaniyada, tonirovkalarda, salonlari ham вообще tinnu. Kam yurgan Best yaxshisini xohlaganlar bo'lsa 18-yil konditsionerlari bilan magnitofonlari, tablolari hammasi idealniy holatda. 92.700 kilometr o'tdi. Mejigar pultlari bor, torped kapshibkalar вообще zo'r, benzinda harakatlangan. Kuzovida ham, salonda ham hech qanaqa xarajatlarni ko'rmadim. Tinnu holatda 4500 ga beraveramiz, bosib yuboringlar.